Assalomu alaykum, hammaga xormanglar, charchamayapsizmi? Akalar, sizga yaxshi yangiligim bor. Va nihoyat Odilbekka amakisi Chagayevdan sovg'a keldi. Odilbek bitta kulib qo'y. Rahmat aytib qo'y bitta. Rahmat deb qo'y. 5 tasha, 5. 5 tasha. Mana Odilbekning uyiga keldi. Chagayev spetsiyal Odilbek uchun o'zida yaxshi bitta mototsikl sovg'a qildi. Gaz. Gaz qo'y. Поехали, start. Bitta haydab qo'y, toychoq. Aşağı. Tormuz. Qo'y. Oyog'ingni. Ket. Endi Odilbek mahallada uchib yuradi. Yo, men oyog'ingni. Ana. Güzel. Ketdi. Endi zalga mana shu mototsiklida qatnaydi. Akasiga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekiston, Ozarbayjon до конца. Bunaqa qalbi toza insonlar kam. Spetsiyal Odilbek uchun uyiga kelib, mototsikl berib, Odilbek xursand qilib ketdi. Reaksiyalarni kutib qolaman kommentariyada.